Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Buni biz qurilishimizni 3-qismini ham boshladik. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Mana podvaldan chiqishdi, nimadan, steshkadan endi apalavka o'rnatishdi. Birinchi sloy tagiga. Mana figurali tagidan chiqyapti, figura. Bramboy tepadan mana to'g'ri apalavkani ichiga tushiryapti, oz ochadi. Qadrli yurtdoshlar, mana bismillahirrohmanirrohim. Ochavering aka. Mana hozir ochish jarayoni. Tayyorlar yaxshi. Mana boshlandi, qani. Ketdi mana. Xotirjam, shoshilmang mana. To'g'ri apalarga. Qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, hozir to'g'risi nima deydi? Hisob-kitob qilganimiz yo'q, sizlarga bir to'liq obzor qilib hisob-kitobini aytamiz. Qaysi arzon tushadi, qaysi nima, to'g'ri bo'lsa qimmat tushishi mumkin, lekin bu kачествоsi yaxshi. Kecha aytganimizdek, xudo xolasa mana ishlarimiz ko'ryapsizlar. Bugun ham 10 kub aytildi, apalavkaga yetarli. Oshcha bo'lsa o'ta joyimiz bor, kartoshka quyiladi. Xotirjam quyishyapti bolalar mana, tursa. Bemalol ko'rishlari mumkin. Aytganimizdek tosh yo'q ichida. Beton o'zidan bo'lyapti. Endi sizlarga har bir qismini olib chiqib turamiz. Like, podpiska bosib turasizlar, qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimizni ozgina rivojlantirib qo'yasizlar. Mana agar loy ortib qolsa, mana rasvor baqa tashlavoramiz. Yerda yalka joy bo'ladi, xohlasa. Ortga loyda ana qilib tashlab turib, salafandan oxirigacha mana. So'ka almatura tashaladi. Bu kiloga o'sha aytganimizdek sho'riga. Bu podushkaga hozir 3 tali tashaldi, tepasiga 4 tali qilib tashaladi, hali 4 tali, 3 tali qilib. Bu videoni yangi ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bu video 3-qism bo'lyapti. Birinchi, ikkinchi qismlarni ko'rsalaring tushunasizlar. Nima sababdan kilonka, nima sababdan videoga olinayotgani, o'sha qo'lda quyilayotgani qanaqa bo'ladi, tayyorni olib kelsa qanaqa bo'ladi, o'shancha olib chiqyapmiz. Endi qurilish bo'layotganda hamma e'tiborli bo'lib, hamma tomonni hisob-kitob qilish kerak. Bu keyinchalik mana shu betoni yorilmaslikka, sho'r chiqmasligini oldini olinyapti. Bu xudo xolasa yana bir ora aytib o'tamiz. 2 etajga moslanyapti. 2 etaj, 2 ta oilaga, 2 ta xonali qilib.
Like podpiska bosib qo'yinglar qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Yaqin uzoqdan ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bor, musofirda ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bor. Biz ozgina mehnatimizni qadrlab qo'yasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar. Like, podpisa, kommentariy yozinglar. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Yozinglar xato kamchiliklar bo'lsa. Bu tepasiga o'sha 300 markadan keldi. 390 mingdan kubasi. Yana aytib o'tamiz. Mana bu joyi lestnisadan tushish bo'ladi. A'dan tushiladi. Va dorizaxona mana sizlarga chiroyli qilib tushuntirish bo'lsa. Bu mashina turgan joy dorizaxona. Musharaka turgan joy, kelib turib lestnisaning joyi mana o'rta podvalga tushib ketadigan joy. Tepadan tortyapti, syomka qilyapti, endi pastga tushgani nima bo'ldi? Bolalarga ishlariga xalaqit qilmayapti. Hozir betonchi shopir bilan gaplashamiz. Nech kubagacha bepul, nech pulli. Aka bir 2 minut vaqtingiz olamiz shopir aka. Bu nech kubagacha bepul narxi, dastavkasi, nech kuba olib kelsangiz pulni olasiz? 6 kubagacha. 6 kubadan oz bo'lsa pul olinadi. Ha, 6 kubadan. Nimaga? Shopir xizmat. Ha. 6 kubadan ham bepul keladi. Agar ana qadrdonlar, qadrli yurtdoshlar, 6 kubadan tepasi dastavkasi bepul ekan. 6 kubadan past zakaz qilsalaring, yo'liga qarab yo'l kira qo'shilib qoladi. Shuna deyapti shopir akamiz. Hozirmatga 10 kubadan olib kelyapti. Joy katta. Mana qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Ko'ringlar joyimizni. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariy yozinglar. O'zlari fikrlarini bildiringlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar qadrdonlar. O'sha ustalarni komandasiga qarab ochilyapti, yopilyapti tepadan. Hali shoshtirib olgan yo'q, bemalol. Shopir aka 300 markasi nechi pul bir kubasi? 380 mingdan bo'lsa kerak. 380 ming. 300 markaligi, 250 markaligichi? 250 mingdan. O 350 ming aka, 250 markaligi. Mana. Nechi kub oladi to'ldirib olib kelsangiz? 10 kub oladi. Ha, 10 kub olar ekan, eng ko'pi. Mana, qadrdonlar. Kecha ham aytib o'tdik bu narx-navosini, bugun ham yangi obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga qaytarib o'tamiz. Mana qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. 3-qismda ko'rsatyapmiz. Hali buni bitguncha yana 3-4 qism qilib chiqarib yuboramiz bitguncha. Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar, like, podpiska bosib qo'yinglar.
xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz yana bir bor. Xudo xolasa proyekt chiroyli chiqqan. Mana tepasiga pulta tashaladi, podvalga o'sha jarayonlarni olib chiqamiz. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalar, shu birinchi chiqqan video sizlarga boradi. Bunaqa bo'ldi. Oxirida bitta hisob-kitob qilib aytamiz, bu uy bitsa betoniga qancha ketdi, saqi. Shularni bir qator aytib o'tamiz oxirida. Endi hozir oz-ozdan nima qilib aytishga nima bo'lmayapti, to'g'risi. Nech kuba ketdi, polni nech pul rasxod ketdi. Buni bir kun отдельно obzor qilib chiroyli video qilib olib chiqamiz. Shu qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, uzoq yaqindan ko'rib turgan o'zi kuzatuvchilarimiz, biz bilan bo'linglar. Bizga kuzatishda davom eting, like, podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat, kuzatganlaringiz uchun, e'tibor uchun katta rahmat. Hammalaringga sog' bo'linglar, omon bo'linglar.